Sizningcha, universitetning asosiy vazifasi nima? Bilim berishmi yoki yangi bilim yaratishmi? Tanishing, 1876-yil Baltimore shahrida John Hopkins universiteti tashkil qilindi. Universitetning birinchi prezidenti Daniel Gilman uchun universitetning asosiy vazifasi bu dars berishdan iborat emas, balki yangi bilimni yaratish ham hisoblangan. Ya'ni, professor endi faqat kitobdagi bilimni o'rgatmasdan, o'zi ham izlanadi, tajriba qiladi va yangi bilim yaratadi. Johns Hopkins universiteti bu yo'nalishni Amerikada yangi darajaga olib chiqdi va universitetda undergraduate ta'limi bilan birga graduate education va ilmiy tadqiqotga juda katta urg'u berildi. Keyinchalik bu yo'nalish Amerikaning boshqa universitetlariga ham juda katta ta'sir ko'rsatdi. Bugun esa Research University modeli dunyoning barcha yirik universitetlarida mavjud. Demak, universitetning eng asosiy vazifasi faqat bilgan narsalarimizni o'rgatish emas, balki hali hech kim bilmagan narsalarni topish hamdir. Videomizni Johns Hopkins universitetining shiori bilan yakunlaymiz. Ta'lim va tadqiqot bir joyda. Salomat bo'ling.